Bismillahirrohmanirrohim. Shak shubha yo'qki, atrof muhitni muhofaza qilish asrimizning eng muhim muammosi bo'lib qolyapti. So'nggi yillarda insoniyatning tabiatga salbiy ta'sirining kuchaygani, oxiri o'ylamasdan chiqindilar chiqarilgani hamda kislorod manbasi bo'lgan o'rmonlarning ayovsiz kesilishi natijasida ko'plab o'smir va hayvonot turlari butunlay yo'qolib bo'ldi yo kamayib ketdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Rum surasida shunday buyuradi: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Odamlarning qilmishlari tufayli quruqlik va dengizda buzg'unchilik paydo bo'ldi. Bu ularning o'z qilmishlaridan qaytishlari uchun qilgan ba'zi yomon ishlari jazosini ularga torttirish uchundir deydi. Ya'ni hech narsaga qaramayapmiz biz. Hamma narsani o'zimizga qarshi yoki xalq tilida aytsak, o'tirgan shoximizni kesyapmiz. Nima tomon olib qarasangiz ham shunday. Mana bitta plastik paketni oladigan bo'lsak, o'zimizga mutlaqo qarshi narsa. Ham tabiatni buzadi, ham havoni buzadi. Hozir Yevropa olimlari buni tekshirib ko'rsa, shu plastik paketni materiali hozir insonda miyasini hujayrasida ham bor ekanda. Mana shunchalik biz plastik paketni nima deydi, ayovsiz ishlatyapmiz-da. Bitta ruchka olsangiz ham plastik paketga solib bering deydi. Vaholanki kerak emas, ruchkani qo'lda ko'tarib ketsa bo'ladi-ku. Mana shuni natijasida mana shunchalik ko'p suvimizga, havomizga plastik paket aralashib ketdiki, hatto insonning miyasida hujayraga kirib bordi. Endi u zararmi, zarar emasmi degan masala noaniqroq ekan, oxiriga yetmayapti ekan, lekin bu yaxshilik emas-ku baribir. Bir ximikat narsani bizda hujayramizda yurishi. Shu nimadan kelib chiqadi? U ayovsiz ishlatishdi. Kerak bo'lsa ham, kerak bo'lmasa ham shuni to'liq hamma narsaga tiqishtiravurishimizdan kelib chiqadi. Shuning uchun nimaiki inson o'zi o'ylab chiqargan narsalar me'yoridan oshib keraksiz narsalarni ko'p ishlab chiqarishidan mana shunday Alloh taolo Qur'oni Karimda shuni aytayapti. Zoharal fasadu fil barri val bahr. Ya'ni quruqlik va dengizda buzg'unchilik paydo bo'ldi deydi. Bu oyatda Alloh taolo yer yuzidagi fasod, tartibsizlik va noxushlik odamlarning yomon qilmishlari sababli zohir bo'lishini bayon qiladi. Ularning qalb va fikrlari ham nopok amallari bo'lsa, qilgan ishlarining oqibati halokatli bo'ladi. Lekin bu fasodning yomon oqibatlari insonning o'ziga uradi, boshqaga emas-da. Boshqa hech kim yo'q yer yuzida bizdan boshqa yashayotgan. Shu qilgan ishlarimizning kasofati o'zimizga uradi. Muhtaram azizlar, Alloh taolo yerni yashashga qulay qilib yaratgani barobarida unda suvlarni oqizib qo'ydi. Turli o't, o'lan, dov-daraxtlarni o'stirib qo'ydi. Ko'p suralarda Qur'oni Karimda Alloh taolo ushbu ne'matlarini eslatib, suvni ham alohida zikr qiladi. Sizlar o'zingiz ichayotgan suvni o'ylab ko'rdingizmi deydi. Uni bulutlardan sizlar yog'dirdingizmi yo biz yog'diruvchimizmi? Agar biz xohlasak, uni sho'r va achchiq qilib qo'ygan bo'lar edik, bas shu obi hayot uchun ham shukr qilmaysizmi deydi. Voqea surasi. Nima? Suv bizda ehtiyojimizga eng asosiy yashashimiz uchun kerak bo'ladigan narsa birinchisi havo bo'lsa, ikkinchisi suv bo'lsa, mana shu suvni Alloh taolo yaratadi. Ya'ni Alloh taolo yomg'irlarni yog'diradi, qorlarni yog'diradi, ular tog'larda turadi, keyin sekin-sekin yer tagi orqali, yer usti orqali, daryo, anhorlar orqali bizgacha kirib keladi. Keyin uni tozalab biz uzatamiz ichishga. Mutlaqo osmondan tushadi. Mana hozir tushmaganiga qancha bo'ldi? Taxminan 6 oy, 7 oy bo'lib ketyapti mana hozir osmondan suv tushmaganiga. Havomiz ahvolini ko'ryapsiz hozir. Jizzaximiz havosi Toshkentnikidan o'tib ketib qolibdi hozir. Nimasi bo'yicha? Chunki yomg'ir tushmagandan keyin havoda turaveradi changlar. Yerga qaytib tushmaydi changlar. Yengilda u. Mana shuning uchun changlanishni oldini olishimiz kerak. Uning uchun ko'p daraxt ekishimiz kerak. Qancha ko'p daraxt bo'lsa, shuncha havoga changlar kam ko'tariladi ekan. Buni tadqiqotlari bor. Demak, boshqa oyatlarda esa Alloh taolo bandalari uchun ularga bo'ysundirib qo'yilgan chora va turli o'simliklar uchun suv eng zaruriy ne'mat ekanini bayon qiladi. So'nggi yillarda dunyo hamjamiyatining qurg'oqchilik, suv tanqisligi, tuproq hosildorligining pasayishi, cho'llanish kabi muammolar tashvishga solyapti.
yo'qligini his qilmaguncha borligini qadriga bilmay eng katta ne'matlardan biri ham suv. Mutaxassislar fikricha inson taomsiz 1-2 haftagacha yashashi mumkin, ammo suvsiz 3 kun ham chiday olmaydi. O'zimiz ham suvimizda tuzlanish darajasini o'lchatib, bakalashkadagi suvni ichyapmiz-ku mana. Mana hozir to'g'ri krandan suv icha olmay qoldik. Chunki ishonmayapmiz-da. Shu suv tozaligiga ishonmay qo'ydik o'zimiz ham. Yoki bolaligimizda ariqdan suv olib ichardik-ku. Endi hozir shu ariqdan olib icha olmayapmiz-da. Shundaymi? Demak, u shunchalik aynib ketish, suvlar buzilib ketdi. Vaholanki eng qiymatli-yu eng qadriga kam yetilayotgan ne'matga aylandi. Suv inson hayot kechirishi asosiy quvvat manbai. Bunga yana odamning poklanishi va boshqa maqsadlar ishlatilgan suvni ham qo'shilsa, suvning qadrini qancha qadrli ne'mat ekanligini his qila olamiz. Anbiya surasida Alloh taolo buyuradi: "Va ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minun." Va barcha tirik mavjudotni suvdan paydo qilganimizni ko'rmaydilarmi dedi. Toza ichimlik suvini ehtiyojdan tashqari ishlatish va huda-behudaga oqizib qo'yish kabi holatlarni uchrayotgani o'ta achinarli. Ayrim davlatlarda toza ichimlik suv oltinga teng bo'lib turgan, minglab kishilar, yosh go'daklar ichimlik suvi tanqisligidan aziyat chekayotgan bir sharoitda siz biz Alloh taolo ato etgan shunday buyuk ne'matning qadriga yetmasligimiz noshukrlikdan bo'lak narsa emas. Bir podsho aytibdiki, vaziriga qarab, shu menga bir hikmatli so'z aytsangiz debdi-da. Vazir aytibdiki, shundoq nimani oldida bir piyolada suv turgan ekan. Mana shu suv naqadar buyuk ne'mat debdi-da. Sen debdi, shuncha men saltanatimda va Xudo bergan ne'matlar turganda bir piyoladagi choyni gapiryapsan menga debdi-da. Ha, bu shuni gapiryapman debdi. Yani suvni gapirasanmi? Shuncha yaxshi narsalar turganda desa, ha shuni gapiraman debdi. Bu saltanatingizdan qimmat turadi bu debdi-da. Nima deganing bu? Bir piyola suv bo'lsa buni nima qadri bor? Biz shundaymiz endi, bir piyola suvni ko'zimizga ilmaymiz-ku. Hammamiz ham shumizku. Xotirjam to'kib yuboramiz. Shunda aytibdiki, agar dunyoda umuman suv qolmasa, bitta mana shu suv qolgan bo'lsa hozir, shu suvni ichishga qancha pul bergan bo'lardingiz desa, yarim saltanatimni beraman debdi. Endi ichdingiz shu suvni, shu suv badaningizdan chiqib ketmadi. Mana buyrak ishlamay qoldi. Chiqmadi. Nima bo'ladi desa, odamning mazasi qochadi. Ichgan suvimiz chiqib turmasa, bizni aniq halok qiladi. Endi shuni chiqarish uchun bir tabib kelsa-da, men chorasini bilaman desa, qancha haq berardingiz? Yarim saltanatimizni berardingiz. Ana siz kerilayotgan, faxrlanayotgan saltanatimda shuncha ne'mat ko'p degan saltanatingiz bir piyola suvni qadricha emas dedi. Xudo yaratgan ne'mat shunaqa bo'ladi. Aziz bo'ladi, qadrli bo'ladi. Faqat biz doim ko'rib yurganimiz uchun uni qadriga yetmay qo'yamiz. Dunyoda ko'p mamlakatlarda millionlab odamlar toza ichimlik suviga tashna, bir chelak suv uchun janjal mojarolar bo'layotgan bir paytda biz toza ichimlik suvini jo'mraklarini oqizib qo'yapmiz. Toza ichimlik suvini ekinlarni sug'oryapmiz, mashinamizni yuvayapmiz. Ichimlik suvini salqinlatish uchun hovlilarimizga, ko'chalarimizga sepayapmiz. Tahorat va g'usl qilishda ayrim odamlarning qanchalar suv isrof qilayotganini ko'rsak, ayniqsa tejamkorlik degan narsa butunlay unutilganiga iqror bo'lamiz. Mana shu tahoratda yozib qo'yilgan, tahoratga kirganingizni ko'ryapsiz-da, yozib qo'yilgani peshonaga. O'sha mana rivoyat qilingan hadisni Ibn Moja rahimahulloh rivoyat qilgan payg'ambarimizdan kelgan tejamkorlik haqidagi oxir daryo bo'yida bo'lsa ham tahorat olayotganda suvni ishlatish isrof degan hadisni yozib qo'yganmiz. Ammo buni ba'zi do'stlarimiz jo'mrakni ochib qo'yib, xotirjam kiyim paypoqlarini yechib, bemalol yenglarini shimarib, ungacha suv oqib yotibdi-da. Mana shunday qilib tahorat qilyapti. Ba'zilar deyapman, hamma emas. Bu yerda tejam bilan ishlatayotgan azizlarimiz ko'p albatta. Shu
shunday do'stlarimizni ko'rganda nasihat qilib qo'yishimiz kerak. Suvni yopib ishlating deb. Mayli biz suv to'xtatmasligimiz mumkin. Sotib ham olib kelib bo'lsa to'ldirib qo'yamiz bochkalarimizni. Lekin bu isrof harom. Biz ibodatimizga harom amalni qo'shyapmiz-da. Biz tahoratsiz namoz bo'lmaydi. Tahoratimizga bir harom amalni qo'shish bilan tahoratimiz o'zi nuqsonli bo'lib qolsa, keyin namozimiz nuqsonli bo'ladi, duomiz nuqsonli bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ayniqsa ibodat masalasida suvni tejab tergab ishlatishimiz kerak. Keyin suvni pulini ham to'lashni unutmaylik. Suvni pulini to'lamay yo boshqa. Suvni siz namoz o'qiyapsiz. Yeyapsiz, harom luqma o'tib qoladi. To'lanmagan yo pulini to'lashdan bosh tortayotgan bo'lib qolasiz. Ichgan suvingiz ham luqmasi halol emas bo'lib qoladi. Pulni to'lamasdan yursangiz, o'z vaqtida to'lashni unutmaylik suvni pulini ham. Suvni ham, gazni ham, svetni ham puli xuddi shunday. Ularni biz ibodatga ishlatasiz-da. Yorug'ida namoz o'qiysiz, kitob o'qiysiz, Qur'on o'qiysiz, issiq uyda o'tirib ibodat qilasiz. Mana shu ibodatlarimizga zarar bo'ladi. Puli to'lanmasa, haq to'lanmasa. Inson suvni xohlagancha ishlatishi mumkin bo'lgan, tugamaydigan manba emas. Bu ilohiy omonat, nafaqat bizga, bizdan kelgusi avlodlarga tegishli. Shu sababli suvdan ehtiyotkorona foydalanib, uni asra-avaylash, adolatli taqsimlash barchamizning ham diniy, ham insoniy mas'uliyatimiz. Suvni me'yorda ortiqcha sarflash esa har bir yaratilgan jonzotning haqqiga tajovuz qilish, isrofdir. Shuni gapiramizda, bir yigit, o'zbek yigit nimaga boribdi? Germaniyaga borib, o'sha yerda oshna og'aynilari ishlar ekan, ko'rib, shular bilan ko'rishib, ovqatlanishga oshxonaga boribdi. U endi o'zimiz O'zbekistondagidek mo'ljalda olganda u odam ovqat nima yeysiz desa, menga shu kerak deb o'zimiz O'zbekistondagicha o'xshab aytib tashlabdi. Keyin olib kelibdi ular. Boya ikkita oshnasi ham yegan, bu ham yegan. Nima bo'ladi? Yarim yorti qolib ketadi-ku bizda endi tarelkalarda oshib. Keyin yonida odamni nima bunday qilyapsiz deb so'rasa, "O yemoqchiman" debdi-da. Ular ham hayron bo'lib qolgan. Keyin shu yonida o'tirganlar politsiyaga telefon qilib qo'yibdi. Shu yerda bir yigit ortiqcha ovqat oldi deb. Haligi politsiyaga qarab turibdi-da, ana yigit bo'ldi, omon qilib ketayotgan payti. Keyin politsiya kirib kelib, "Bu ovqatlar nega oxirigacha yemadingiz?" debdi. "Necha pul bo'ladi?" desa, $50 to'lagandan, 50 riyolmi, nima, o'sha yoqda puli yevro. 50 yevroni to'labdi, uchta yigit. Endi turib ketamiz deganda politsiya kelib, "Turmaysiz, o'tiring" debdi. "Mana shu ovqatlarni nega yemasdan ketyapsiz?" debdi-da. "Men pulimga oldim. Xohlasam yeyman, xohlasam tashlab yuboraman" debdi-da. "Yo, unaqasi ketmaydi" debdi. Mana. Pul sizniki debdi. Ammo resurs hammaniki. Mana boylik bor-ku, bunga tayyorlashga gaz ketgan, quvvat ketgan, ishchining kuchi ketgan. To'g'rimi? Bu resurs birovning hisobidan ketadi-da. Pulni to'langan taqdirda ham u isrof bo'ldi. Behuda ishladi. Shu yog'ini o'ylamaymiz lekin biz. Ular o'ylar ekan shuni mana, shuni hisob-kitob qilar ekan. Mana keyin biz nima uchun Germaniya rivojlangan deb yuramiz. Demak, kichkina bo'lsa ham, oz bo'lsa ham ne'matni noo'rin joyga sarf qilmaslikda ular harakatini qilgan. Shuni o'rgangan, qilmaydi shuni. Oxirigacha yeydigan ovqatini aytadi, oladi deydi. Asli bizniki-ku asli. Asli bu musulmon xulqi bu. To'g'rimi? Biz kichkina chumoliday bo'lsa ham nonni isrof qilmaslikka, bir qultum bo'lsa ham suvni isrof qilmaslikka biz odatlanishimiz kerak asli. Mana payg'ambarimiz tahoratlarni eshitgansiz-da, 700 millilitr atrofida tahoratga suv ishlatganlar, 3,5 litr atrofida g'usulga ishlatganlar. Masalan. Shunda shu bizning xulqimiz bo'ladimi shunda? Ular amal qilyapti lekin biz amal qilmayapmiz. Na ovqatda chegarasini bilamiz, na suvni ishlatishda chegarasini bilamiz. Xuddi bu abadiy tugamaydigan ishlataveramiz. Xo'p, abadiy tugamashi mumkin suv qiyomatgacha. Lekin isrofga kim javob beradi? Desak, hammamizda javob yo'q bunga. Ma'lumki, tabiiy resurslar cheklangan, ehtiyojlar esa cheksiz.
Islom isrofni man qilib tejamkorlikka undagan. Janob payg'ambarimizlar tejamkor odam hech qachon qashshoq bo'lmaydi deganlar. Shuningdek, kanalizatsiya suvlarini anhor va daryolarga oqizish ham atrof muhitga katta zarar yetkazadi. Bu holat suvning ifloslanishi, tabiiy ekotizimning buzilishi, inson salomatligiga xavf tug'dirishi bilan juda xavfli. Shu bois har birimiz bu kabi ishlarga yo'l qo'ymaslik, suv resurslarini asrab-avaylashga jiddiy e'tibor qaratishimiz lozim. Chiqindilarni har joyga tashlash, suv, havo, tuproqni ifloslantiradi. Payg'ambarimizlar shunday buyurganlar. 3 joyda suv yo'llarida, odamlar ko'p yuradigan yo'llarda, soyali joylarda hojat chiqarib odamlarning qarg'ishini olishdan saqlaning deganlar. Bor gap-ku mana suvga axlat tashlasangiz ham qarg'aydi odamlar. Odamlar ko'p yuradigan yo'lda axlat tashlab ketsangiz ham qarg'aydi, rahmat demaydi-ku. Otasiga rahmat shu ish qilgan demaydi. Soya joyda birov dam olish kerak edi, dam olaman desiz iflos qilib qo'ygansiz. Rahmat shu ish qilgan demaydi-ku. Endi bitta og'riqli masalani aytaman hozir. Ko'p jamoat yo'q ekanda, lekin hali. Yaqinda bir yigit keldi, aytdiki, "Domla bir masalani aytib ketay deb keldim" dedi. Hech u yigitni namozda ko'rmaganman, lekin shu mahallada turaman dedi. Xo'p dedi, namoz biz bilan birga o'qidi lekin bomdod namozini. Keyin aytdiki, "Kecha Ariqda bo'yida ikkita yigit oshnam bilan gaplashib turuvdik" dedi. Bir odam keldida dedi, axlatlarini to'kdi dedi mana shu ariqqa, mana shu o'zimiz ariqqa. Keyin yonimdagi sherigim qaradida, "Demak, bularga mumkin, bizga mumkin emasmi?" deb aytdi dedi. "Kimga mumkin ekan desam, namozga keladigan akamiz" dedi-da. Sizga kelib aytishimning sababi shu kishi shu yerda shu jamoatda namoz o'qiydi dedi. Otlarni ayting desam aytmayman dedi. Hozir ham shu bomdodda biz bilan birga o'qidilar dedi-da. Endi shuni umumiy ma'noda aytib qo'ying dedi. Men ana yigitni oldi, u yigit namoz o'qimaydi dedi mana. Demak, masjidga borishga, savob ishlagan odamga bemalol bunaqa ishlar qilish mumkinmi deb menga tanbeh beryapti. Men ham masjidga namoz o'qiganim uchun deyapti-da. Mana ko'rdingizmi? Birinchi o'rinda havoni buzyapmiz, suvni buzyapmiz. U ham yomon. Undan yomoni islom degan, musulmon degan nomni bulg'ayapmiz-da. Bir musulmon shu ishni qilmashi kerak. Bir musulmon hamma narsada ibrat bo'lishi kerak, ammo shuni buzib, xotirjam ana dinimizni dog' tushiryapmiz-da. Biz tufayli dog' tushyapmiz. Unday bo'lmaylik biz. Biz noto'g'ri tushib ketayotgan axlat bo'lsa, uni tozalab qo'yadigan odam bo'lishimiz kerak. Muhtaram azizlar, atrof muhitni saqlash haqida so'z ketganda daraxt ekish, yashil hududlarni ko'paytirish eng savobli ish ekanligini eslatamiz. Payg'ambarimizdan qiyomat qo'zg'alsa ham qo'lingizdagi xurmo ko'chatingiz ekmoqchi bo'lib turgan bo'lsangiz, uni ekib qo'ying deb marhamat qilganlar. Yana bir hadis sharifda kim sidr daraxtini asossiz kessa, Alloh uni boshini egik holda do'zaxga tashlaydi dedilar. O'rin bitta daraxt kessak, do'zaxga tushamiz ekan. Bitta daraxt kesish bilan do'zaxga kirib ketish mumkin. Endi yana bitta qiziq haqiqatni qarangda. Mana internet ochilgandan beri ko'ryapsiz, mana. Falon joyda yo'lga to'g'ri kelib qolsa, yo'lni aylantirib o'tib ketib qolibdi daraxtdan degan rasmlarni, videolarni ko'rib qolasiz internetda mana. Shuni biz qilishimiz kerak aslida. Chunki daraxt kesdik, do'zaxga tushamiz deb qo'rqishimiz kerak biz. Qo'rqmasdan daraxt kesib yuboravermaymiz. Zarur bo'lmasa, manfaat bo'lmasa kesmaymiz. Insonning manfaati bo'lsa, keyin kesishimiz mumkin. Mana Sharid roziyallohu ta'ala anhu rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz buyurdilar: kimki chumchuqni sababsiz o'ldirsa, qiyomat kuni u Allohga "Ey Robbim, falonchi meni manfaat uchun emas, o'ynab o'ldirdi" deb shikoyat qiladi deganlar. Shikoyat qiladi, qasosini olib beradi degani bu. Demak, manfaat bo'lmasa, shu insonga xizmat qilmasa, hech narsani o'ldirish ham, kesish ham, jonli, jonsiz narsaga zarar yetkazish yo'q. Muhtaram azizlar, suv resurslarini ayoqsiz ishlash natijasida kelib chiqqan orol muammosi, uning oqibatlari, suv resurslarining taqchilligi hamda iqlim o'zgarishi kabi jiddiy tahdidlar doimo dolzarb masalalar hisoblanadi. 30 yil oldin edi oroldan ko'tarilgan changlar Yevropada yuribdi degan. Undan beri qancha chang ko'tarildi, orol qancha quridi.
Albatta bu real xavf-xatarlarga qarshi samarali choralar ko'rilishi va bu yo'nalishda amalga oshirilgan xayrli tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash har birimiz uchun ayni muddao. Chunki bunday ishlar insoniyatning barqaror kelajagini ta'minlaydi. Atrof muhitni asrab oilash, avlodlar oldida mas'uliyatimizni bajarish amaliy ifodasi bo'ladi. Muhtaram azizlar, Anas bin Malik radhiyallohu anhu rivoyat hadisda payg'ambarimizlar shunday marhamat qildilar. Alloh taolo bandasiga kattami kichikmi bir ne'mat bersa va banda uning shukronasi uchun Allohga hamd bo'lsin desa, ya'ni alhamdulillah desa, o'sha ne'matdan afzalroq narsaga erishgan bo'ladi. Demak, ne'matni ishlataveramiz, alhamdulillah desak, ne'matdan ko'ra yaxshiroq ne'matga ega bo'lgan bo'lamiz. Ne'mat o'zi bizni manfaatimizga xizmat qilib turadi. U yaxshi narsa edi, Xudo bergan yaxshilik edi. Lekin shunga shukrona qilish shu ne'matdan ham afzalroq yaxshilik ekanda. Shuning uchun hamma ne'matlarga javoban shukronasini ado etib borishimiz lozim. Alloh taolaga hamd sano aytish, ne'matlarning shukrini ado etish banda uchun ham ibodat, ham Allohning unga bergan katta mukofotidir. Alloh taolo barchamizni tabiat va boshqa ne'matlar qadriga yetib, uni asrab oilovchi, yer yuzini obod qiluvchi bandalardan qilsin. Yurtimizni turli ofatlardan panohida asrasin. Rizq-ro'zimizni barakotli qilsin. Amin. Allohu akbar.